Nimaga narx-navo oshish kerak emas? Erim yo'q, kelishtirib bering, qiynalib qoldim deyapti-da. Tashqariga chiqib bivaydiga o'tirib ketyapti. Nimaga narx-navo oshish kerak emas? Yangi mashina chiqsa yugurib borib olasizlar-yu. 30 mingmi, 40 ming dollarmi? Ustiga kelganda 10 ming dollar qimmatga qiladi. Vaholanki, o'sha ishni sen qila olmaysan. Ustini 2-3 oylab qiladi shu 10 ming dollar uchun. Nimaga narx-navo oshish kerak emas? Nima? Hamma ustilar bo'tda to'g'ri kelmagandan Rossiyaga borib ishlash kerakmi, o'zini yurtida ishlamay? 3 etaj, 4 etaj uy quryapsizlar-yu. Lekin sizlarda pul yo'q. Biza narx-navoni oshirishimiz kerak emas. Biza Matizda sizlar o cho'tki mashinada Li7lar deyishinglar kerak. Ha? Sizlar qimmat bo'lib ketibdilar. Qimmat bo'ladi, mehnat bu. O'sha ishni sen qila olmaganing uchun pul to'laysan. Ya, bunaqasi ketmaydi. Xudo xolisa men yashirkan, men hayot bo'lar ekan-da. Usta bo'lish oson emas, lekin usta bo'lib qolish katta sharaf. Hamma pul topyapti, lekin hamma ham halol topmayapti. Usta bo'lsa, qo'li bilan topadi, peshana teri bilan topadi. Bu gapim bilan qolganlar harom topyapti demoqchi emasman. Qimorni targ'ib qilayotganlar bor, qimorni o'ynayotganlar bor. Bularning hammasi harom pul hisoblanadi. Hunaringlar bo'lsa, hurmatinglar bo'ladi.